Ko'pchilik talaba taklifiga binoan hayitliga sizlarga to'rt loyiha tayyorlab qo'ydim. Loyihamizni olish uchun albatta Nodir Rafiq kanaliga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Iloji boricha Instagramda obuna bo'linglar. Instagramda izohda hayitlik deb yozib qoldirsanglar, iloji boricha videoga ham like qo'yib qo'yinglar. Sizlarga bepulga tashlab beraman. Bu loyihamiz bir qavatdan iborat. Deyarli joyimiz 20 metr, 20 metr. Bizda ko'cha, bu yon tomonga ko'cha, xohlasanglar qo'shni bo'ladigan bo'lsa, sizlarda men kalitgan qilmasdan turib bemalol qurib olsanglar bo'ladi. Bu yerda ikkita mashina bemalol olib kirib qo'ysak bo'ladi, yozgi oshxona qilamiz, uchta mashina olib kirib qo'ysak bo'ladi. Navis qilingan yozgi tualet, yozgi oshxona va asosiy uyga kirishimiz, bu yerda oshxonamiz, bu yerga kirgan kichikroq tambur, bu yerda bitta mehmonxona, bu yerda oilaviy choy ichib o'tasi bo'ladigan joy qilingan. Xohlasanglar bu yerda ayollar, bu yerda erkaklar kutib olish mumkin. Bu yerda yosh oilaga spalniy, orqa hovliga chiqsak bo'ladigan joy qilingan, yon hovliga va ichida sanuzel bor. Bu yerda ikkita detskiy, bittasi qiz bola, bittasi o'g'il bola yotishi mumkin bemalol. Bu yerda umumiy sanuzellar qariyaliga yoniga shunda sanuzel joylab ketganmiz. Qariyaliga bu yerda yotoqxona qilib beriladigan bo'lsa, ham ko'chadan xabar olib turishadi, ham bu yerda shunda sanuzel joylashtirilgan. Bu loyihamizni polni sizlarga tayyorlab qo'ydim. Hamma ustaligi chizmalari bilan va tashqi ko'rinishlari bilan bemalol shu loyihamizni o'lchamlari bilan poy devor, yerto'la hamma o'lchamlari bilan, tomyopalari bilan olsanglar bo'ladi. Buning uchun izohda hayitlik deb yozib qoldirsanglar, men sizlarga shuni bepulga tashlab beraman. Loyihamizni olib bemalol mana tashqi ko'rinishlari bilan qilingan, bemalol olib qurib olsanglar bo'ladi. Agar qurilish ruxsati kerak bo'lgan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsanglar kelishtirib beramiz. Agar individual loyiha kerak bo'lsa, aytsanglar, uni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz.